Mana qarang. Mana knopkani bitta bossak, hoppa. Mana old sidenini ko'rasiz, polni oldiga surilib, o'zi ochib beradi. Keyin bola chaqani orqaga tiqorasiz. Aka, GL500 ku taniq sostoyaniyada kelib qopti. 44900 ga oldindan like bosib, so'rashni yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. 5 motorli GLS bor-ku, bilasizlar, oldin GL bo'lib chiqqan. GLS bu dikit ko'rinishga keltirilgan. O'sha ko'rgan odam GLS ekan deydi. Chunki GL bilan GLS bitta narsa o'zi, jigar. Xullas, 2015-yil va kraskasi absolyutni top-toza. Salon holatlarini qarang. Bir qo'l mashina. Bitta kena ayab haydagan ekanlar bor-ku, rostdan ayol kishi haydagan ekan. Podstakanliklarni qarang, ham isitadi, ham sovutadi. Abduf, Avagraf, panorama, ikkitalab, orqada monitor, Harman Kardon audio sistema, jigar, hamma ishlar qilib qo'yilgan. Taniq, hadoy rezinka, pezinkalargacha almashtirib, yangidek qilib qo'yilgan deyaptilar. 5 litrli V8 motor jigar. Bularga yaxshi moy bilan, yaxshi benzin quyib yurasiz, bo'ldi, yuraveradi. Miking ham quyib yuboring jigar. Buni bilasiz, любой inomarkalarga mana do'pusklari bor. Miking esingizda qoldi. Вообще ideal shkalat narx. So'rashni yaqinlaringizga tarqatib, mana shunaqa katta mashinada, tem более Mersda 5 motorligida orqa yurmoqchi bo'lsangiz, bosib oling. Probegi 160 ming ekan. Yili 2015. Hoji aka, bosib orasizmi deyman.